Mana operator ushlatib qo'ydi menga. Hop, qarang Bes aka, buni uyingizdagilar ishlatishingizni biladimi? Agar elektron narsa bo'lsa, ota-onam bilmaydi. А что, так можно было, что ли? Buni ko'pchilikning yonida ishlatasizmi yoki bitta o'zingiz qolganingizdami? Bitta o'zim ishlataman. Okay. Buni kechasi ishlatasizmi, kunduz kunmi? Kechasi ishlataman. Buni ishlash sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Yoqmaydi to'g'risi. O'zi buni ishlatish kim o'rgatgan sizga? Do'stlarimdan o'rganganman. Buni ishlatishni kimlarga tavsiya berasiz? Olim, Sherzod, Abboslarga tavsiya beraman. Buni bir kunda necha marta ishlatasiz o'zi? 3-4 marta ishlatib turaman. Ko'rishingiz mumkin. Voy, massajyor-ku. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Ha, lekin haqiqatan ham buni o'zim yolg'iz holda ishlataman, to'g'risi. Oshnalarimga bekorga tavsiya bermayman-da bu narsani. Oyoqlaring og'risa, ishdan kelgan vaqtlaringda zo'r bo'ladi. Lekin hammani oldida ishlatishlaringni tavsiya bermayman. Zo'r narsa bu. Unbox Deno bilan zo'r narsani o'ylabsizlar. Sizlarga ham kattakon rahmat. Bes aka, savollarimizga javob berganingiz uchun sizga Unboxing tomonidan sovg'a beramiz. Kattakon rahmat. Sovg'ani ham ko'rsatay, to'g'risi. Ko'ringlar. Nimalarga qiziqyapsizlar-da, bilaman-da. Sovg'ang-ku Unbox Deno. Sizlarga kattakon rahmat, Unbox Denoga ham kattakon rahmat. Sizga addishi rahmat. Parod qilmaganingiz uchun.